Xo'p, hozir bu yerda shunaqa holat. Vannamizda suv ketmayapti. Qilib qo'ygan endi. Mana ko'rasizlar, kirishib hammani uyida bo'ladigan holat bu. Sochlar, musirlar hech qilib shu yerda yuvingandan keyin ketmay qoladi. Bunga yozib решение qildi. Bozorda mana bunaqa Xitoy zasormi o'sha ular zapormi o'shalarga ishlatadigan parashyutimiz bor. Hop, mana buni hozir ko'ramiz hozir. Hop, yordamlashib turishadi. Hop, shuni qilamiz. Ochamiz. Qaynagan suv tayyorlab olasizlar. Ochiladi. Hop, ana ochadimi? Qilamiz. Mana bunaqa holatda bo'lar ekan. Buni ichiga to'kamiz. Ichiga ketadi. Bundan hammasini sosinglar ham bo'ladi. Ichiga ketdi. Biz qaynagan suv tayyorlab olganmiz. Qaynoq suv. Hozir mana sekin o'zi parashyut ko'pirishni boshladi. Reaksiya kiryapti. Mana ko'rasizlar. Endi suv quyib yuboramiz. Qaynoq suv. Reaksiya kirishyapti. Hozir bu o'sha sochlarni, musirlarni chiritib, qaynatib bizaga shu tiqilib qolgan narsalarni itarib yuboradi. Qaynoq suv solsanglar, reaksiya kirishi tezroq bo'ladi. Hidlari chiqib ketdi. Buni hozir ko'ramiz, qani effektini bildi. Hop, kutib turamiz. Mana videoni uzmasdan olmay, o'zingizlar natijasini ko'rib olsizlar. Bu yoqqa suv ketdi mana. Musorlarni hammasini chiritib oldi. Hop, endi hozir suv yoqamiz. Mana. Endi suv mana xuddi yangi smesitel qo'ygandek tez ketyapti, mana ko'rasizlar. Hop, mana. Hoppa, ketdi. Ishlar ekan, xudo xolasa mana. Mana shuni olishlar turasizlar. Mana ozgina qoldi tegida. Umumanligimizda ozgina shunaqa zator bor edi. Shu zatormi? O'shani ketkizib olishimiz kerak bo'ladi. O'shanda menimcha ozgina olib qo'yildi. Mana. Bu boy ko'pirganlari bu yoqqa chiqib keldi mana. Yana bir marta mana suvni yoqamiz. Xuddi yangi smesitel qo'ygandek, tozalaganda tez ketyapti. Shunaqa gaplar, olinglar, ishlatinglar. Rezultati bor ekan, mana yavni ko'rib turibsizlar.